6 yoshimda men sovg'a olganman. Kunlardan bir kuni meni boshlang'ich sinf ustozim juda ham zo'r fikr etdilar. Bolalar bilan biz eksperiment o'tkazishimizni xohladilar. Eksperiment shundan iboratki, biz bir-birimizga sovg'alar berishimiz kerak edi va uning orqasidan bir-birimizga kompliment, ya'ni maqtovlar etishni o'rganishimiz kerak. Ustozim sotib olgan sovg'alarni bir burchakka taxlab qo'ydi. Kelinglar har bir bola bir-biriga maqtov etib, o'z sovg'asini qabul qilib oladi deb taklif berdi. Ismingizni eshitgandan keyin sovg'angizni olib, joyingizga o'tirasiz deb tushuntirdilar. Juda ajoyib fikr, to'g'rimi? Nima ham yomon narsa bo'lishi mumkin edi. Bizni 40 ta bola bo'lib boshladi va har safar kimnidir ismi aytilganda men hammadan baland baqirishga harakat qildim. Va undan keyin 20 ta odam qoldi, undan keyin 10 ta odam qoldi, 5 ta odam qoldi va oxiri 3 ta odam qoldi. 3 tadan bittasi men edim va maqtovlar to'xtadi. O'sha zahot men yig'lavordim. Ustozim sarosimga tushib qoldi. Bolalardan qayta so'raydi. Balkim kimdir bu 3 ta bola haqida yaxshi gaplari bordir. Mayli, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sovg'angizni olib, joyingizga o'tiring dedi ustoz. Ko'nglingizni yaxshi tuting va albatta kimdir maqtaydi deb aytdi. Kulishinglarga qaraganda men bu voqeani juda ham zo'r ta'sirlab berdim. U kuni kim o'zini yomonroq his qilgan ekan, menmi yo meni ustozim? Ustozim juda yaxshi tushundilarki, sinfimizni jamlash o'rniga 3 ta kichkina bolachani juda ham qattiq xafa qilib qo'ydilar. Va bu holat hech ham kulgili emas edi. Balki televizorda kimnidir sharmandasini chiqarishsa kulgili bo'lishi mumkin, lekin u kuni hech bir kulgili joyi yo'q edi. Ha, o'sha kuni bu men edim. Va men dunyodagi hamma narsani berishga tayyormanki, o'sha kunga qaytib qolmasligi uchun, jamiyatda rad etilmasligi uchun. Shunaqa voqea bo'lib o'tgan. Oradan tezda 8 yil o'tib, Bill Gates Xitoyda meni shahrimga tashrif buyurdi. Bill Gates o'z so'zi bilan master-klassga chiqdi. Uni gaplarini eshitib, men bu insonni shunchaki sevib qoldim. Master-klassdan keyin, "Wow, endi men nima bilan shug'ullanishimni tushundim. Shu kecha oilamga 25 yoshimgacha men dunyodagi eng katta kompaniyani quraman" deb xat yozdim. Va bu kompaniyani Microsoft sotib oladi. Dunyoni zabt etish ideyasi bilan ichim motivatsiyaga to'lib ketdi. To'g'risi aldayotganim yo'q. Men rostdan ham uyimdiligiga shunaqa xat yozdim. Mana eslicha o'sha xat. Lekin bu xatni o'qishga majbur emassizlar. Aslida oyoqda yozilganga o'xshaydi. Lekin men ba'zi kerakli so'zlarni atmetka qildim. Xullas, bu o'sha boshqa men edim. Motivatsiyam oshib ketgan paytida. Va undan 2 yil keyin menga Amerika Qo'shma Shtatlariga borishga imkoniyat yaraldi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligim kerak. Chunki u yoqda Bill Gates yashirdi, to'g'rimi? Shunda meni tadbirkorlik sayohatim boshlandi. Undan keyin yana 14 yil o'tib ketdi. Men уже 30 yosh edim. Yo'q, men kompaniya qurganim yo'q. Hattoki boshlaganim ham yo'q edi. Men o'sha paytlari marketing menejeri bo'lib katta kompaniyada ishlardim. O'zimni g'alati his qilishni boshladim. Xuddiki men bir joyda turib qoldim va rivojlanmayapman. 14 yoshli motivatsion xat muallifi qayerga ketdi? O'zing harakat qilmagandursan-da deyishlar mumkin. Har safar menga qanaqadir ideya kelganda va nimadir yengillik qilib ko'raman deganimda, hattoki ishxonada ham har safar men jamoamdagi odamlarning oldiga chiqib gapiraman desam, ichimda qanaqadir jang bo'lardi. 6 yashar va 14 yashar bola orasida. Biri butun dunyoni zabt etaman deb motivatsiyasi baland bo'lardi, ikkinchisi esa rad etilishdan qo'rqib turardi. Har safar 6 yashar bola yutib chiqardi. Bu qo'rquv hattoki men o'zimni kompaniyamni ochganimdan keyin ham hech qayerga yo'qolib qolmadi. 30 yoshda o'z kompaniyamni ochdim. Chunki Bill Gatesga o'xshamoqchi bo'lsang, bugun bo'lmasa ertaga baribir boshlashing kerak, to'g'rimi? Endi tadbirkor bo'lgan paytim menga zo'r investitsion qulaylik ochildi. Lekin men yana rad javobini oldim. Bu rad etilishim meni juda qattiq jarohatlantirdi. Hattoki hammasini shunday yig'ishtirib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Keyin bitta narsani o'ylab qoldim. Meni o'rnimda Bill Gates bo'lganda oddiygina investitsiyadan atkaz olganida shunday tashab chiqib ketarmidi dedim. Qaysi super muvaffaqiyatli inson shunaqa fikr yuritgan bo'lardi? Shunda men uyg'ondim. Mayli, uning uchun men hamma narsaga tayyorman. Yaxshiroq mahsulot yaratishga, yaxshiroq jamoa yaratish. Lekin uning uchun men o'zim juda ham zo'r lider bo'lishim kerak. Kuchliroq shaxsga aylanishim kerak. 6 yoshli o'zimga butun umrimni aniqlab berishga men yo'l qo'ya olmasdim. Uni o'z joyiga qo'yib qo'yishim shart edi. Shunda men do'stim Googledan maslahat so'rashni boshladim. Qanday qilib rad etilish qo'rquvini yutsam bo'ladi deb qidirishni boshladim. Qo'rquvning tabiati, u qatdan kelib qolganligi haqida turli xil psixologik statiyalar va tadqiqotlar kelib chiqdi. Qo'rquvga ahamiyat bermasdan shunchaki yashashda davom et degan maslahatlar ham kelib chiqdi. Rahmat.
Lekin nimaga men hali ham qo'rqardim? Hazil bilan internetda qo'rquv terapiyasi degan veb-saytni topib oldim. Qo'rquv terapiyasi bu kanadalik biznesmen o'ylab topgan o'yin edi. Uni ismi Jason Comley edi. O'yinning maqsadi atilabdan 30 kun davomida o'zingizga noqulay bo'lgan vaziyatlarga tushish, ya'ni atilabdan rad etilish. Va 30 kun davomida har kun rad javobini eshitganingizdan keyin oxiriga borib siz rad etilish javobidan qo'rqmaslikni boshlar ekansiz. Bu fikr menga juda ham yoqdi. O'zimga o'zim aytdim, 30 kun emas, balki 100 kun davomida shunaqa vaziyatlarni qidirishni boshlayman. Hattoki rad etilish uchun miyamda har xil ideyalarim bor edi. Va natijasida men bu narsalarni video blogimda ko'rsatishga qaror qildim. Mana nimadan boshladim. Veb-sayt shunaqa ko'rinishda edi. Birinchi kun notanish odamdan $100 qarz olishing kerak. Shunaqa qilib men ishxonamga qaytib bordim. Zinadan tushganimda Axranaga o'xshagan bitta katta odam stolda o'tirgan ekan. Shunchaki yoniga bordim. Yoniga qadamma-qadam borib, bu borish hayotimda eng uzoq borish edi aslida. Hattoki orqa sochlarim tikka bo'lib turib ketdi. O'zim terlaganman, yuragim dukurlab urib yotibdi. Birdan sizdan $100 qarz so'rab turmoqchi edim deb bordim. Yo'q albatta. Nimaga senga $100 berishim kerak deb javob berdi. Yo'q bo'lsa mayli deb orqamga qayrilib shunday yugurib qochib ketdim. Assalomu alaykum barcha. Bu video orqali hayotimni ozgina bo'lsa ham o'zgartiraman, rivojlantiraman degan insonlarga. Meni ismim Abdulloh Bey. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu videolarni 3,5 soat, 4 soat vaqtimni ketkizib tarjima qildim, o'zbek tiliga o'girdim. Men o'zim ham shaxsiy rivojlanishni endi boshlayotgan paytimda rosa qiynalganman. Qanaqa video ko'ray, qayerdan ideya olay, kimdan o'rganay deb. Shu sabab mana shunaqa videolarni, foydali kontentni o'zim YouTube kanalimga joylashtirishni boshladim. Sizlardan bitta iltimos, agar Instagram va Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar va обратный связь, ya'ni videolarimga fikrlaringlarni, qanaqadir shaxsiy ideyalaringiz bo'lsa, g'oyalaringiz bo'lsa yozib qoldirsanglar, juda ham sizlardan minnatdor bo'lardim. Bemalol videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Uyalish hissiyoti butun tanamni egallab oldi. Videoda o'zimni qanaqa darajada qo'rqib ketganimni ko'rib hayratda qoldim. Rostdan ham juda ham hayajonlangan edim. Tushunishinglar uchun 6 yashar bola tirik murdani ko'rgan edi. Aslida olib qaraganda u odam juda ham qo'rqinchli emas edi. Qaytanga qanaqadir beg'ubor ko'zlar bilan menga qarab, nimaga deb savol ham berdi. Balkim bir tarafdan tushunishga harakat qilgandir. Rostdan ham menda tushuntirishga yoki maslahatlashishga qanaqadir imkon bor edi. Lekin men hech narsa deb javob bermadim. Bitta ish qildim, qochdim. Shunda men butun hayotimni bir zumda tasavvur qildim. Har qanaqa vaziyatda men rad javobini olsam, men shunchaki qochardim. Ertasi kuni men o'zimga aytdim, nima bo'lsa ham men hech qanaqasiga qochib ketmayman. O'sha yerda qolaman. Ikkinchi kun bitta burger oldiga tekinga yana bitta burger so'rash. Ikkinchi kuni borib men burger yedim va kassir oldiga borib so'radim. Yana bitta porsiya burger qo'shib bera olasizmi deb so'radi. Kassir hayron qolib so'radi, nima deganingiz u burger qo'shib berishdi? Men javob berdim, ko'lam tugab qolsa borib prosta tak ustiga qo'ysam bo'ladi-ku, burgerni ham shunaqa qilsa bo'lmaydimi? Uzr, brat, burger unaqa qila olmaymiz deb javob berdi. Rad javobini olgandan keyin men bemalol qochib ketsam bo'ladi, lekin men o'sha yerda turdim. Undan keyin aytdim, bilasizmi, men sizni burgerlaringizni juda ham yaxshi ko'raman, o'tiradigan joylaringiz ham zo'r. Agar menga yana bitta burger qo'shib bersanglar, men sizlarni yana ham ko'proq yaxshi ko'rardim dedi. Mayli, men menejerga bitta aytib ko'raman deb javob berdi. Balkim qachondir bu narsani qo'shib qo'yamiz, lekin bugun bu narsani qila olmaymiz, uzr deb aytdi. Lekin men o'ylashim bo'yicha bu narsani hech qachon qo'shib o'tirishmaydi. Eski taktikada ishlayverishadi. Lekin bu safar men unaqa qo'rqinchli hissiyotlarim yo'q edi. Chunki men o'sha yerda qolib harakat qildim. Har holda qochib ketmadim. O'zimga o'zim malades, uje o'xshashni boshlayapti deb aytdim. 3-kuni Olimpiada o'yinlari shaklida ponchik olishim kerak edi. O'sha kuni mening hayotimda jiddiy o'zgarish bo'ldi. Men Krispy Kreme do'koniga kirdim. Bu Amerikada eng taniqli ponchik magazinlaridan biri. Bu yerda ham shunaqa ponchik magazinlar bo'lsa kerak. Uzr, menga Olimpiada o'yinlari shaklidagi ponchik kerak edi deb so'radim. Xuddi Olimpiadadagi 6 ta dumalochani yonma-yon qo'yib beringlar deb so'radim. Sotuvchi bunga rozi bo'lishiga o'zim ham ishonmayotgandim. Lekin sotuvchi qism menga nisbatan juda ham jiddiy munosabatda bo'ldi. Hattoki qog'oz bilan ruchkani olib yonimda chizishni boshladi. O'zim ham hayratda qoldim. 15 minutdan keyin men xohlagan shaklda ponchiklarni ko'tarib keldi. To'g'risi o'zim ham mazza qildim. Ishona olmay ham qoldim. Va o'sha video YouTube'da 5 milliondan ko'p prosmotr oldi.
Dunyo bunga ishongani yo'q. And Shuni orqasidan men gazetalarga, televideniyalarga chiqib ketib, taniqli odam bo'lib ketdim. Juda ko'pchilik odam meni mailimga xatlar yozishni boshladi. Hayratda qolib albatta. Taniqli bo'lganimdan keyin hech narsa o'zgargani ham yo'q. Meni faqat bitta narsa qiziqtirardi. O'zgarish va nimadirlarni o'rganish. Shunaqa qilib 100 kun rad javobini olish meni shaxsiy o'yinimga aylandi. Meni ilmiy proyektimga aylandi. Menga yana nimalarni o'rganishim mumkinligi qiziq bo'ldi. To'g'risini aytganda juda ham ko'p narsa o'rgandim. Misol uchun agar har rad javobini olganimda qochmasam, men har qanaqa yo'q javobini ha javobiga o'zgartirishim mumkin ekan. Oddiygina nimaga degan savolim bilan. Bir kun begona odamning uyiga borib eshigini taqillatdim. Qo'limda gulim bor edi va savol berdim: "Mana shu gulni sizni eshigingiz tagiga ekib ketsam bo'ladimi?" deb. U yo'q deb javob berdi. Eshigini yopib qo'yishdan oldin ulgurib savol berdim: "Nimagaligini bilsam bo'ladimi?" deb. Uyimda kuchugim bor, eshigimning tagida har qanaqa narsani kovlab yeb tashlaydi deb javob berdi. Agar xohlasang to'g'ridek qo'shnini eshigining tagiga ekib chiqsang bo'ladi dedi. U juda ham gullarni yaxshi ko'radi. Erinmasdan shunaqa qildim. Koni degan ayollar eshigining tagiga bordi. Meni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdi. Yarim soatda ishni bitirdim. Umid qilamanki, hozir ancha chiroyliroq holatda. Lekin ishoninglar, agar men o'sha payt yo'q javobini eshitib ketib qolganimda, bu odam menga ishonch hosil qilmayapti deb o'ylagan bo'lardim. Balki ko'rinishimga, o'zimni tutishimga yoki yuzimdan ayb qidirgan bo'lardim. Ayb menda emasligi, shunchaki gulla asraganini men oddiygina savol orqali tushunib yetdim. Bu kombinatsiyani men hayotimda juda ham ko'p ishlatdim. Aha, demak men qanaqadir sirli so'zlar orqali muvaffaqiyatga bo'lgan imkoniyatimni oshirishim mumkin deb tushunib yetdim. Misol uchun bir kun Starbucksdagi menejerdan so'radim: "Sizlarga Starbucks kutib oluvchisi bo'lib ishga kirsam bo'ladimi?" dedim. "Nima degani u?" deb savol berdi. "Bilasizmi, Walmartda kutib oluvchilari bor. Har bir mijoz kelganda shunchaki so'rashib, настроениясini ko'tarishga harakat qiladi. Shunchaki Walmart tajribasini Starbucks mijozlarida sinab ko'rmoqchiman" deb aytdi. Haqiqatan ham odamlarga kerakli narsa deb o'ylamayman. Aksincha, g'alati bo'lsa ham kerak. Aytgancha mana bu odam edi. Bu narsaga ishonchim komilmas deb aytdi. Keyin men undan "Bu narsa g'alati, to'g'rimi?" deb so'radim. "Ha, rostdan ham g'alati og'ayni" deb javob berdi. Lekin bu narsani gapirishi bilan uni o'zini tutishi o'zgarib qoldi. U ichidagi shubhasini shunchaki chiqardi. Undan keyin "Mayli, bir o'zingni sinab ko'r" deb javob berdi. Shunaqa qilib 1 soat davomida men Starbucksdagi kutib oluvchi bo'lib ishladim. Har bir Starbucksga kirgan odam bilan salomlashib, bayramlar bilan tabriklardim. Aytgancha, nima kasb tanlasanglar ham kutib oluvchi kasbni tanlamanglar. Bu juda ham zerikarli. Lekin shu ishimni men bir dona g'alati degan gapim bilan oldim. Uni ichidagi shubhani tashqariga olib chiqdim. Bu narsa g'alatiligini takrorlab, men g'alati emasligimni isbotlab berdim. U qanday fikrlasa, men ham xuddi shunaqa fikrladim. Chunki men uchun ham bu narsa sal g'alatiroq tuyulgan edi. Va har safar savollarimdan kelib chiqqan shubhani odamlarning o'ziga aytsam, ularning ishonchini qozonishni boshladim. Ulardan yana va yana ha degan javob olishni boshladim. Va nihoyat hamma orzularimga erisha olishimni tushunib yetdim. Shunchaki so'rab, bilasizlar, meni 4 ta avlodim bu ustozlar. Va buvim har doim aytardilar: "Sen xohlagan ishingni qilishing mumkin, lekin ustoz bo'lsang zo'r bo'lardi" deb. Lekin men ustoz bo'lmadim, chunki men biznesmen bo'lishni orzu qilardim. Aslida bir vaqtlar nimadirlarni o'rgataman deb ham orzu qilib ko'rganman. Keyin o'zimga o'zim aytdim: "Oddiy bir kollejda ustoz bo'lib ishga kirishni so'rab ko'rsamchi" dedim. Ostindagi Texas universitetiga shu taklif bilan chiqdim. Ustozlardan so'rashni boshladim: "Siz o'rningizga bitta dars o'tsam maylimi?" deb. Albatta boshida rad javobini eshitdim, lekin qochib ketish o'rniga yana qaytadan harakat qilib ko'rdim. Va 3-martada bitta professorni hayratda qoldirdim. Hali bunaqasini ko'rmagan ekan. Men borib prezentatsiyalarimni tayyorlashga tushdim. Ha, bu juda ham foydali ma'lumot. 2 oylarda kelsang, men jadvaldan senga joy topib berishga harakat qilaman deb aytdilar. 2 oydan keyin men darsimni muvaffaqiyatli o'tkazdim. Mana men agar ko'rayotgan bo'lsanglar, sal xiraroq lekin tushunsa bo'ladi. Bu darsim tugagandan keyin men ko'zimda yosh bilan chiqib keldim. Ishonish qiyin edi, lekin hayotimdagi har bir orzumga shunchaki so'rab erishsam bo'lar ekan. Oldin o'ylardimki, bu hamma narsaga erishish uchun katta tadbirkor bo'lish kerak yoki doktorskiy dissertatsiya yozish kerak deb o'ylardim. Yo'q, men shunchaki so'radim. Aytgancha, shu ko'rgan rasmingizda men Martin King Jr. prezentatsiyasini qilib chiqqan edim.
Nimaga desanglar, o'qib chiqib bitta zo'r faktni anglab yetdi. Bu dunyoni juda qattiq o'zgartirgan insonlar doim rad etilgan va rad javobini olgan. Doim ular gapirgan gaplar va aytgan fikrlar jamiyat bilan rad etilgan. Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, hattoki Iso payg'ambar. Bu insonlar jamiyatda rad javobi hayotini boshqarishga yo'l qo'ymagan. Asosiysi ular rad javobiga qanaqa reaksiya qilgan, qanaqa qabul qilgan. Rad javobini yutish uchun king bo'lish shart emas. Mani holatimda rad javobi men uchun xuddi palakatdek bo'lgan. U menga yashashga bermagan, chunki men doim undan qochib yashaganman. Keyin men uni qabul qildim va uni hayotimdagi eng bebaho hadyaga aylantirdim. Hattoki odamlarga rad javobini imkoniyatga aylantirishni o'rgatishni boshladim. O'zimni bilimlarimni, o'zimni kitobimni yozishga qaror qildim. Hattoki qanaqa qilib rad etilish qo'rquvini yutishni o'ylab topdim. Keyingi safar sizni fikrlaringizga rad javobini berishganda, hayot sizga qiyin vaziyatlarni, jamiyatda gaplaringizni qabul qilinmayotganini his qilganingizda, shunchaki ochilayotgan imkoniyatlar haqida o'ylab ko'ring. Hammaga rahmat.